Grajdanchiklarim, sochlarimni silliq tarab, 1 soat bo'yanib lablarimni qizil pomadachkalar surib olib, kutib yotimman yon boshlab. Nilufar apayla chaqiryaptilar hamma ayol qizlarni. Bu davlatni ikkinchi Afg'oniston qilishga yo'l qo'ymaymiz. Ana, biz ayollarga qopdi. Barcha qizlarimizni, ayollarimizni aynan zamonaviy kiyingan, fikri, dunyoqarashi keng bo'lgan, Yopiq kiyinadiganlar bormasin. Xohlamayaptilar. Mana shu negativlarga, faqat kiyim-kechak haqida gapiradigan latta purushlarga, eski fikri tor bo'lgan, zamondan qolib ketgan, dunyoqarashi, bilimi yo'q insonlarga qarshi Bilimsizlar bormasin, faqat bilimlilar borsin. Bundan ochamiz, kerak bo'lsa katta programma, proyektlar qilib, buni ustidan ishlaymiz. Ana. O'zim hissamni qo'shaman. Ana, biz ayollarga qopdi-ey bu narsaga hissamizni qo'shish. O'zbekistonda boshqa odam ishlamayaptimi deyman, Nilufar opaga qopdi-ey. Kinoda ham o'ynadilar, bani sochig'i ham o'radilar, hamma narsa qilib ko'rdilar. Endi Afg'oniston, O'zbekiston qilib, endi xullas nima qilsalar qilyaptilar. Shuncha odam shu xotinni gapiruvdi, indamadi. Shohida opani gapini ninasi bor ekan, uchun bunday tiqib qo'yuvdilar. Og'rig'iga vi-u qilib butun topgan kanaldan chiqib video qilib Shohida opani qidiryapti. Chex milisaxonaga oxirigacha boraman, qamataman. Xuddi Shohida opa odam o'ldirgan u, xuddi Shohida opa buni yechintirib qo'ygan. Chex davomman, Shohida opa Zaynab bir tinga olmayapti Shohida opa. Zo'r o'g'il tarbiya qilib qo'ygan, zo'r proyektlar bilan yuribdi, fikrini bildirdi, bo'ldi, pashol von. Menzimidi, bir tinga olmaydi bu Nilufar opani. Bu bo'lsa o'tmishini ko'lab, odamlar yozinglar o'tmishini, yozinglar, o'tib ketgan 19-asr yozinglar, 21-asrda men bir narsalarni isbotlayman. Bu xotin ji bo'lgan deb yuribdi, musirkalarni titib, o'tmishni titganlar musirka titadi deb. Musirkani kim titadi? Mushular, kuchuvlar titadi. Endi mayli, odam o'ziga yarashadigan ish qiladi. Shohida opa bir tinga olotgani yo'q. Xotinlar, yechingan xotinlar, kanal ochamiz, gruppalar ochamiz, Afg'oniston qilmaymiz, O'zbekistonni boshqacha qilamiz. Xuddi hech kim ishlamayapti, faqat shu xotinga qolgan. Bu xotin o'zi o'zbek emas ekan, O'zbekistonda nonni topib yeb quturibdi-da bu xotin mana. Lekin men o'zbekman. Mani millatimda o'zbek qoni yo'q. Qanaqa millatingiz bo'lmasa, bu haqida gapirmagan ekansiz. Bu masalada men aytmayman, lekin men O'zbekiston yurtida tug'ilganman, O'zbekistonni sevaman. O'zbekistondagi yurt baribir yo'q. Kaneshni pul topganingizdan keyin O'zbekistonni sevasiz. Endi men bunday qilib hurmatam qilib qo'ying-da. Ras pul topasizmi, odamlarning gapini ko'tarasizlar-da. Bek ayollarni yechintirishga harakat qilmanglar. Oilasiga mos bo'lib hamma yashayapti, o'zi yechinganlar yetadi. Men ham ochiq sochiq kiyinaman. Hayotimdagi 70% insonlar g'ayridin, даже ko'pini dini yo'q. Ochiq sochiq kiyinadi, lekin bunaqa men ochiq sochiq kiyinaman, ayollar yechininglar, kelinglar klub ochamiz demagan. Bundan keyin demasa ham kerak. O'zinglarni yig'ishtirib olinglar. Odam yoshligida aynisa, qariganda aynimasin. Biz yoshlarga tag'am o'zinglarcha dotatsiya o'qiysizlar.